Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Tasavvur qiling, oradan 25 yildan 30 yilga qadar o'tdi. Siz tushlik qilish uchun restoranga kirdingiz va menyuda laboratoriyada yetishtirilgan bifshteks yoki chigirtka unidan tayyorlangan non kabi taomlarni ko'rdingiz. Bu sizga dahshatli tuyulyaptimi? Ammo olimlarning aytishicha, 2050 yilga borib dunyo aholisi 10 milliardga yetadi va biz hozirgi usulda chorvachilik qilishni davom ettira olmaymiz. Bugun biz kelajakda nima yeyishimiz, nega hasharotlar eng foydali ozuqa ekanligi va laboratoriya go'shti qanday tayyorlanishi haqida gaplashamiz. Bilasizmi, hozirgi chorvachilik tizimi sayyoramizni charchatmoqda. 1 kilogramm mol go'shti yetishtirish uchun 15 ming litr suv va juda katta maydondagi yer kerak bo'ladi. Qolaversa, sigirlar havoga juda ko'p metan gazini, issiqxona gazi chiqaradi. Dunyo aholisi ko'paygani sayin hammaga go'sht yetkazib berish imkonsiz bo'lib qoladi. Aynan shu yerda kelajak taomlari yordamga keladi. Ana shunday ozuqalardan biri laboratoriya go'shti. Haqiqiy, lekin so'yilmagan. Bu sun'iy go'sht emas. Bu haqiqiy hayvon hujayrasidan yetishtirilgan go'sht. Olimlar sigirdan kichik bir hujayra olishadi va uni maxsus idishda, bioreaktorda oziqlantirishadi. Hujayralar ko'payib, haqiqiy mushak to'qimasini hosil qiladi. Natijada bitta ham sigirni so'ymasdan tonnalab go'sht olish mumkin. Bu go'sht toza bo'ladi, chunki unda antibiotiklar yoki kasalliklar bo'lmaydi. Hozirda Singapur va AQSH kabi davlatlarda bunday go'shtlarni sotishga ruxsat berilgan. Endi esa eng qiziqarli va biroz yoqimsiz qismiga o'tamiz. Dunyoning ko'plab davlatlarida hasharotlar allaqachon iste'mol qilinadi. Hasharotlar bu ideal oqsil, belok manbaidir. Ularni boqish uchun juda kam suv va ozuqa kerak. Ularning tarkibida temir va vitaminlar mol go'shtidan ko'ra ko'proq. Lekin sizga hech kim butun chigirtkani yeyishni taklif qilmaydi. Ular maxsus qayta ishlanib un holiga keltiriladi. Bu unlardan tayyorlangan non yoki makaron oddiysidan farq qilmaydi, lekin ancha foydaliroq bo'ladi. Yana bir yo'nalish dengiz o'tlari, suv o'tlari. Ular juda tez o'sadi va tarkibi omega 3 va minerallarga boy. Shuningdek, shaharlarning o'rtasida ko'p qavatli binolarda vertikal fermalar paydo bo'lmoqda. Bu yerda sabzavotlar quyoshsiz, maxsus LED chiroqlar ostida va tuproqsiz yetishtiriladi. Bu transport xarajatlarini kamaytiradi va yil bo'yi yangi mahsulot beradi. Kelajak taomlari bizga g'alati tuyulsa-da, ular sayyoramizni saqlab qolishning yagona yo'li bo'lishi mumkin. Balki 20 yildan keyin hasharotli pechenyelar biz uchun oddiy holga aylanar. Nima bo'lganda ham ta'm va sifat birinchi o'rinda qolishi shart. Yakun. Siz laboratoriyada yetishtirilgan go'shtni tatib ko'rgan bo'larmidingiz? Yoki hasharot unidan tayyorlangan nonni-chi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bu Infoqadam YouTube kanali edi. Keyingi safar bundanda qiziqarli va foydali mavzular haqida gaplashamiz. Obuna bo'lishni unutmang.